Kubada YouTube ko'rish uchun internet yetarli emas. Shuning uchun ular boshqa yo'l topishgan. Xullas, internet kerak bo'lsa, bu odamni topishingiz kerak. Uni paketero deyishadi. U internet provayderiga o'xshaydi, lekin aslida u offline internet sotadi. Qanday qilib? U sizga fleshka yoki qattiq disk beradi. Ichida esa YouTube videolari, filmlar, musiqa, hatto ma'ni noodatiy videolarim ham bo'lishi mumkin. Bularning hammasini u oldindan yuklab bitta katta paketga jamlab qo'ygan bo'ladi. Sababi oddiy, Kubada internet juda sekin va qimmat. Oddiy odam YouTube'ni bemalol ko'ra olmaydi. Shuning uchun kontent bir joyda yuklab olinadi, keyin esa butun mamlakat bo'ylab fleshkalar orqali tarqatiladi. Har hafta yangilanadigan taxminan 1 terabaytlik paket atiga 2 dan 5 dollargacha bo'ladi. Keyin esa odamlar uni bir-biriga ko'chirib hamma yoqqa tarqatishadi, lekin bitta qoida bor. Siyosat yo'q va 18+ videolar ham yo'q. Shunda bu tizimni nazoratga olishmas ekan. Natijada Kubada odamlar internetsiz ham internet ishlatadi va bu oddiy muammo uchun juda noodatiy yechim. Agar ma'lumot yoqqan bo'lsa, fikr bildiring va bizga obuna bo'ling, chunki ma'lumotlar odatiy emas.